Hammaga salom, sizlar bilan biz Extreme Gaming va Boyaka salomlashib tashay Extreme Gaming. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Extreme Gaming kanali. Bizga obuna va podkastga bo'lishni unutmang. Bizga kommentariya ham yozasiz. Biz bugunda kulgili video olamiz. Ya'ni Kafir Play'ga YouTube bo'ldilaring akalar. Men keginimgacha YouTube tashabdi botvatchalar. Kim ruxsat berdi ularga? Endi bularda shark borda, shark. O'zim boqqan Mollar endi kuchli bo'ladi. Qo'ylar endi kuchsiz bo'ladi akalar. Bayroqlaringni olmadimi? Itga o'xshab bormadimi? Krisalik qilmadimi? Ehtimol ikkinchi videomiz zombi mode bo'lsa kerak. Nimalar deb tashyapman? Zombilar aniqrog'i. Nimalar deb tashyapman men? Og'zim qursin. Akalar, Boyaka menimcha aqldan ozdi. Yo'q, videoni boshqarishim qiyin ekanda, bolalar. Endi o'yinda sal-pal qotishlar bo'lsa, e'tibor bermaysizlar akalar. Biz ikkinchi videomiz zombi modi bo'ladi. Keyin bo'lsa kommentariyaga yozsalaring. Extreme Gaming bilan birga o'ynaymiz. Birga. Faqat keyingi videomiz bir 10 kunlarda yoki 7 kunlarda chiqib qolsa kerak. Shuning uchun akalar, kim terrorist, kim yaxshi bo'lsin akalar. Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Drababik. O'qish muammolari, vaqt bo'lmayapti video olishga ham. Akalar, endi bizda ham vaqt yo'q. Endi biz ham katta bo'lib o'qiganmiz. Shu vaqt bo'lmayapti. Endi ovozimizga sal e'tibor bermaysizlar. Mana Extreme Gaming mol o'ynaydi endi. Qarab turinglar. Starida pishirib qo'yibdim ularga. Mana shark bratimiz. Akalar bo'ldi. Hozircha akalar. Ikkinchi modeliga qo'yamiz. Hopmi? Mana Extreme Gaming pildiroq yuribdi endi. Ikkinchi modelida. Yaxshi bo'lamas-da bu. Nechun ikkinchi modelida o'ynayapti. Qoch. Bular qirtashashini qaraydi akalar. AWPda o'lib beradi-da bu. Menga o'xshab uchib turgan joyda chamanda ketib turganida o'lib qolar. Meni ko'rdilaring-ku, uchib turgan joyimda o'lib qoldim. Shunday sakrab chetronim bitta AWPda qo'ydi. Akalar, ko'rib turasizlar, qilyapmiz. Yo'q, bizni ham qirib qo'yishdi. Mana endi yana bir bor Boyaka. Mana pildiroq o'lib ketdi, ko'rdilaring. Boyaka qo'rqoq, Boyaka o'ldiroq. Chopdi sizdek. Sen shaptali o'lib ketding. Qarab tursiz bo'lmaydimi baqa? Rostdan ham sen qarab tursang bo'lmaydimi? Extreme Gaming baqirma, videoda ovozing shunaqa baland bo'lib ketadi. Boyaka, nimaga siz ikkinchi modelda o'ynayapsiz? O'ynamaysiz hech? Kim qo'yib qo'ydi? Qo'ydingiz ko'r akalar. Esimda ham yo'q. Endi krisalik to'qamiz shekilli. Krisalik baribir aviyimda shart. Biz ham AWPda o'ynaylikmi? Qaysi AWP zo'r? Kommentariyaga yozganingcha, siz ko'rganingizcha, obunachilar kommentariyaga yozganingcha siz o'lib ketib bo'lasiz. Akalar, zo'r qo'ydi. Endi men o'ynashim. Bitta o'ldirib, bitta yeb qo'ydi. Akalar. Menga masaka AWP. Akalar, bizga da AWP. Shuning ham biz AWP olmaymiz. Hazillari ham bir kulgili emas-da, akalar. Kulgili emas bu. Yozib qo'yinglar. Mana kapanga deb bu. Karzikaga kirishdi bildim bu. Akalar. Mana qirchinni AWP oldi.
Yana pulimiz bo'lmagandan keyin shu iPhone olamiz-da. Pulni qara, 6 million. O'zi bu 1,5 ming bo'lsa ham 7,5 ming, 8 ming bor. Ana mo'ljalga olishdan nima yapti? Pildiroq. Videoga gapirib turay. Davay. Yo, Chiqmayapti bular. Kirishini qaranglar aka. Gaming pildiroq. Tiling Voy, uxlab qoldi-yu. Oldingizmi? Gapirmaysiz videoga. Yo, jimjit bo'lsinmi video? Davay akalar. AWP'da yuribdi-yu bular. Kulgili gaplarimni aytib turaman akalar. Aytib tur. Bular hammasi AWP-yu. Itlarmi bular? Itammas, bular shurda o'qib beraman. Yaramas bot turg'ur. Har qildi Extreme Gaming qurg'ur. Meni AWP'imdan akalar. Meni AWP'imda o'ynashimga kim qo'yibdi? Hisobda şeyman shapoq deganda. Mobix oraman degan. Da. Men ancha tilim yutib yuboryapman shekilli. Akalar, e'tibor bermaysizlar men. Shuncha otdim. Mana meni o'zimni skillim otyapman men hozir kobrani. Mana tattayu. Hozir patronimiz tugaydi akalar. Unda o'q qoldim desam 20 ta o'q qoldi. Bechara kobra tirilishi bilan o'ldi-yu akalar. Men shunaqaman endi ularni faqat men o'ldiraman. Bitta bir dona xolos ekan sheriklarim nima qilyapti? Sendan boshqa hech kim qolmaganda bitta o'ldirayapman. Agar sheriklarim bo'lmaganda orqangdan krisalib turib, shu oxirgi patronim akalar. hali bu tiglam olaveradi. Konsentratsiya chiqib turibdi. Akalar! Oxirida skil otib qo'yganini. Voydi! Uli berdi bu. Shuncha otdim ham. Endi minutda qolaman demoqchi edim. Yes! Pachoq. Men munassar bo'ldim-da buni puli yota olish vaqtiga. Eng qimmatini olaman. Akalar shu eng qimmatimi? Endi biz uchun bo'laveradi-da, shu qimmat bo'lsa. 12 minglik orzu bo'lib qoladi-da. Biz uchun orzu bo'lib qoladi 12 ming. To'g'rimi boy aka? Agar kontrda chiti bo'lsa endi mana churvaqa bo'ladi. Mana masalan menda kontrda chiti bor. Faqat bu o'ynamaydi kontrda chitini. Hali ko'rasizlar. Nimaga men yo'qman videoda? Chunki men boy akani yaqin tanishiman. O'zi ukasiman ham. To'g'ri, ukam bu aytaveradi buni. Ukam isminglar. Endi urushib qoldik-da, bugun doim urushsak shunaqamiz-da. Arazlab boradi-da bu. Darrov. 200 masman deb oladi-da. Keyin videoga ham shunaqa deb gapirib qo'yaman akalar. Mana tan oldi, ko'rdilaring, tan olgizib yubordim. O'shaning uchun ham meni ismimni aytib qo'yishga shoshilmang boy aka. Ismingni aytib ulganim yo'q. Agar sen menikini sotmasang. Men ham siznikini sir saqlab yuribman. Extreme. Qara. Men bo'lganimda akalar yordam berib yuborardimmi? Omam hozir o'zimda ham telefon bor, to'g'ri. Prosta tak men olganim yo'q-da. Telefoni bor, faqat video olamiz desam ham baribir zaryadni tugatibdi-da bu. Napoleon. Kecha kechqurun rosa o'ynadim akalar. Endi shu joyga e'tibor bermasa, Bratchikalar oldiga ketmayapsizmi siz? Bratchikalar. Cho'ta tomog'im ketgan, Azbek. Sorry, akalar. Mijon aka, to'g'ri yuring. Endi bayroqqa qarab qo'yapman-da, yana qaysidir bo'tvatchalar. Nega chiqmoqchi edim men? Boshidan adaptimi? Yo'q. O'tiruvdim-da terilishini. Bombaga pul nima qilsam biz kapanga deymiz u. Bo'ldi, sherlar ketyapti o'zi. Anada ham qilib bersa kerak. Mana qilib beraman. Endi kelaversa. O'ldirolmadi. Mana Extreme Gaming qochoqqa beryapman. Pulimiz 15 ming shuning uchun beryapti. Bo'lmasam pulimiz 0 bo'lganda umuman bermas edi bu pachoq.
Pachoqalarga 8 minglik yutqizib qo'ysa deb delaklamanmi? Keli kirib tursin, shunchalik qimmatga olgan qurolimda o'lib qolsa. Pul turibdi-yu, mana shuncha. Men kapanga deyman. Kapam bor xolos. Kontrada. Ana shu tega qarab ketyapti. Qochamiz. Ana ko'rdilar. Menga men qochoq. Meni dragon qochoq deyshadi kelar. Men bo'lsa ekstrem gaming qochoq deb chaqiraman. Chunki men buni ukazmayman-ku. Otishyapti. Bu endi botda. Ana yaqinidagi odamni ham 100 o'q bilan o'ldirdi. Endi nima qilamiz? Yana ekstrem gamingga qo'yib beramiz-da. Keyin xafa bo'lib videoyizga qatnashmayman deb qolmasin. Shunda akalar men shunaqaman-da. Arizlab qolmasin. Agar o'ynamasam shunaqaman. Kontrda ham akkauntim shunaqa, Extreme Gaming. Lekin nima chatda Extreme Gamingga chiqyapti sizlar? Akalar zato pulimiz 15 ming. Chunki men buni akkauntida o'ynayapman-da, shuning uchun. Bu pachoqda akkauntida o'ynayapman. Pachoqali, yurangi. Tirilganiz yo'qmi pachoqali? Ana ko'zi ko'rdingmi? Akalar, bular eng kuchli botlar hisoblanadi. Ayniqsa Predator bilan Predator bizayu. Nima desam, yozlarda Danier bilan Redstone. Men aniqroq boy ekan aytmayapman. Redstone keyin Danier aytyapman. Kobra. Xullas, deyarli ko'pi kuchli. Lekin biz kuchli qurolli bo'lganmiz. Qoch Stone jonimni pirillatib yubordi. O'zi Stone emidi, C+ edi. Stiker ekan. Stiker pildroq. O'zi pulimiz yo'q. Menga chekpaganda ham olmaysanmi? Lekin o'zing o'lib berding. Chi deysan? 15 ming pul yo'q berdim sizga tag'ini. O'zi 15 mingga deb berganimda. Guvohmisizlar? Akalar, Extreme Gaming yeb qo'yadi. Ya'ni boy aka deganim adashib ketdim. O'zim ismim bilan adashib Yeb qo'ydi bu aka, yeb qo'ydi. Buni ovozi ham o'zgarib ketdi, bildilaringmi? Og'zimda sal nima desam bo'lardi-ku? Saqchayni o'tiribdi-da shu yerda ham. Nima menga ayb tug'moqchimisiz? Pachoq. Menda qaysi odamlarga kerak? Bular ham ezdibina deyishdan boshqasini bo'lmaydi-da bular. Hozir birga bir o'yna olmaymiz. Chunki meni telefonim zaryadi yo'q. Agar to'lsa, lekin o'ynashimiz mumkin. 35 watt tezda to'lsa kerak. Lekin svit alapalashdi. Bu video bugun erta yoki ertadan keyin chiqadi. Javob chiqadi. Bugungi sanamiz nima edi? Nechi bugun sana? Bugun sanamiz nechi ekani? O'zim ham esimda yo'q. 18-aprel. Da, bugun 18. Mana mendan yaxshi-da. Chunki bu YouTuberlaring-ku. Chunki bu xullas bu sanaga e'tiborchan hisoblanadi. Video olishni ham shu eslatmasi olmayman. Nimaga ikkinchi modelga qo'yib oldingiz? Ancha tomim ketyapti shu-da. Nima deysizlar? Akalar, men nimaga ikkinchi modelga qo'yib oldingiz degan. Bu videoda men faqat birinchi modelda o'ynayman degan. Shuning uchun aytib qo'yapman. To'g'rimi? Esimda ham yo'q. To'g'rimi boy aka? Mana men o'zimni qurbonlik qilmoqchiman. Qurbon qilganicha boy aka pishdi. Boy aka qo'qot otmoqchi edi, lekin o'lib ketdi. Nima deysizlar endi taqdir ekanda? Taqdir shunaqa bo'lsa, lekin rostdan ham hech kim to'xtata olmaydi akalar. Taqdiringga o'lim yozilgan bo'lsa, o'lasan. Taqdiringga o'lish yozilgan bo'lsa, o'lasan. Degan ota bobolarimiz. Tushunasizlarmi? Nima balo, hamma qaqadir ketdimi?
Akalar. Sud zaliga ketibdi. Qamoqqa berib yuboribsan. Ah! Bayroqda oldida bo'ladi, faqatda bo'lardi. Ah! Kichkinaligiga boradi-da, kallasi ishlamaydi. Yaxshi ham o'ramizda yosh, bir yosh xolos. O'zimiz haqimizda qisqacha ma'lumot beraman. Akalar, o'yinda halinginaqa ovozlar chiqib qolsa, e'tibor bermaysizlar. Gapiravering boyitga. Xullas, o'zimiz haqida juda qisqacha ma'lumot beraman. Menda Extreme Gaming просто bir yosh kichkina xolos. Ah, Bir yosh kichkina xolos-da, xullas. ular nima? Hammasi 5 minglik ko'tarib chiqyapti. Sen ham milliarderdan. Ana biz kapanga deymiz-da, bo'plardan ham kambag'al bo'lib ketdi. Akalar 100 talik oldik. Hozir uli berar. O'l endi. Bayroqda ol, sen ko'p gapirmasdan. AWP qayta, AWP. Uni qanaqa qurol? Ati akam. Endi qanaqa qurol deb o'ylabman. Mana Extreme Gamingni ko'rdilar, uli berdi. Unga ko'ntirdi, shuni topshirib bo'lmaydi, uli beradi to'g'ri. Xo'sh, video necha minut bo'ldi? Qarab o'raylikchi. Hozir o'lib ketasan. Video 16 minut bo'ldi. Akalar, hozir videomiz to'xtaydi. 20 minutlik video olamiz. Uzr. Vaqtimiz chegaralangan. Uni videoga qo'yish ham bor. Telefonimiz ham zaryad kamroq edi, to'g'rimi? Juda ko'p emas-da. Sariyat to'laymiz shu videoni. Mana ko'rishlaring mumkin. 23% turibdi. Menga o'zi 3% qoldi. Endi nima Hozir qilamiz? bizda svet o'chgan. Uni 3% turibdi. Zaryad ulab chiqqan. Svet yonsa o'zi avtomatik yonini uradi. Ya'ni zaryad olaveradi. 35 vatt tez oladi meniki. Qotib qoldi. Bu 10-15 minut bo'lmasa ham biz buni 10-15 minut bo'ladi deb o'yladik, to'g'rimi? 20 minut. Nimaga? Mana shu bittani o'ldiramiz. Telefon qotyapti-da. Endi o'yinda sal krisalik qilamiz, akalar, xafa bo'lmaysizlar. Programma ham ko'pda. Telefonda. To'g'ri. Bu gap ham jigarli gapdi, jigar. Bilasizlarmi, akalar jigar deydi-yu. Boyaka ham meni shunaqa jigarimda. Bratishka-da bu, bratishka. Bratishka hamma tarjimasini bilsa Otenga, kerak. devorda otenga. Uka degani. Bratishka hamma tarjimasini bilsa kerak. Otenga. Nimani kutasiz? Hop. Voy, Napoleon. Akalar, video tugashiga yana 2 minut qolyapti. 2 minutmi, 3 minutmi qo'shamiz-da. 21 minut bo'lsa yetib qoladi. Video. Juda 30 minut olmoqchi edik o'zi. Qarasak, 1 soatlardan keyin maktab. Telefonimiz ham keyin zaryad ko'p bo'lganda olardik, to'g'rimi? Endi biz shanba kuni ham o'qiymiz-da. To'g'ri. 8 minutga. Shanba kuni ham o'qiymiz. Hozir bu 8 million olamanda o'lib ketadi. Yo'q, o'lmadim akalar. Bir dona patron. Meni allab ketishdi. Halpak qildi buni. Halpak o'zi nima degan? Sherik. Ana bu ahmoqda sherigini yomon qildi. Margam. Men otma. Ikkalamiz ham o'ldik akalar. Desam yo'q. Yana 1 minut, 2 minut qo'shamiz videoga, to'g'rimi? Xullas, bularda hali montaj qiladi boyaka. Hozir bitta raund o'ynaymiz. Bo'ldi. Ana shu raundni tugatib qo'yamiz. Bo'ldi shu bilan. Ana shu raund ham tugadi, do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan Extreme Gaming kanali bo'ldi. Sizlar bilan xayrlashaman. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang. Obuna ham bo'lib qo'ying. Iltimos kommentariyaga
keyingi o'yinda undan keyingi bez zombilardan keyin kim terror bo'lsin, kim yaxshi bo'lsin? Aytinglar akalar. Extreme Gaming xayrlashib tashla. Xayr do'stlar, sizlar bilan Extreme Gaming bo'ldi. Xayr.